Assalomu alaykum muajiratga barliq qarindoshlar, hammalarga xush vaqt xayrli bo'lsin. Bu yozuvlarga olib kelgan mazmun bo'lsa Adobe Premiere Pro 2019 ning, ya'ni video ishlaydigan yumshoq detalning davomi. Bugungi mazmunda bo'lsa, biz videoga kirgizgan mayli rasm bo'lsin, mayli video bo'lsin, ko'rinish almashgan vaqtida ichki ko'rinishning oralig'idagi harakatlik unum, ya'ni bu almashishga unum kirgizish. Video transition deydi inglizchada. Hamsi mazmunni boshlab ketsak, bir qancha rasm kirgizib oldim, tayyorlab oldim. Oxiridagisi bo'lsa video. Rasm kirgizgan vaqtimizda diqqat qilgan bo'lsanglar, oldidagi ikki parcha rasm ekranga to'liq keldi. Ammo keyingi rasmlar to'liq kelmadi. Buni qanday qilamiz desanglar, eng yaxshi chorasi bo'lsa, Adobe Premiere Pro ning o'zida tansak yaxshi. Qolay ham tez bo'ladi. Biz o'zgartmoqchi bo'lgan rasmni tanladik. Mana bu yer tanlovli holatda. Undan keyin bu yer qarasanglar. Bu yuz deganni cho'ngaytirish orqali hozir bu rasm ekranda to'liq ko'rinadi. Keyingisi o'xshash. Buningdimi o'zini tanlashga diqqat qilamiz. Buni cho'ngaytiramiz. Bo'ldi. Pek cho'ng qilib olsakmi bo'ladi. O'zimizning ehtiyojiga qarab tansak bo'ladi buni. Bo'ldi. Keyingisi bo'lsa bu. Endi buningda so'zlamabdimi? Buni tanishadigan vaqtimizda mouseni besib turib, sol tarafni chekib turib. Sol tarafga o'tkazsak kichiklaydi, o'ng tarafga o'tkazsak cho'ngaydi. Va yoki biz bu yerga besib san kirgizsakmi bo'ladi. Masalan, hozir 202 100 ni kirgizdik, boshqa yana bir besib o'tdik. Mana. Masalan, hozir 202 ga tanışay. Mana. Bunu tanışab bo'ldik. Endi bugungi mazmunning o'ziga kelsak, u unumni qanday kirgizamiz desanglar, mana bu ostidagi ramkada effect. Buni bosamiz. Agar bu yerda ko'rinmagan bo'lsa, bu qo'sh tirnoq belgini bossak, bu yer tizimlik chiqadi. Bunda effektni tanlaymiz. Bundan keyin qarasanglar, bu tizimlik chiqadi. Video transition. Buni bosamiz. Bu yerdagining hammasi Adobe Premiere Pro ning o'zi tayyorlab qo'ygan transition. Ya'ni har bir ekran almashgan vaqtida biz ishlatiladigan unumlar. Buni kirgizish nihoyat oddiy. Masalan, birinchisi 3D motion ekan. Buni besib, chekib turib, qo'yib bermoqchi yerga kelamiz. Bu qanday yer bo'ladi desanglar, aniqroq ko'rsatsam, buni besib turib keldik. Ikki parcha rasmning o'ttirisi, ya'ni ichki ko'rinish almashilgan yer bo'lish kerak. Hargiz qarasanglar rasmni o'ttira qo'yolmaymiz. Mana. Va yoki videoni yoki oxir bo'ladi bu. Rasmning oxiri va yoki ichki rasm va yoki bir rasmning boshlanishi. Hozir bu unumni ko'rib baqsaq, bo'shliq knopkasini bossak va yoki bo'lmasa bu qo'yish knopkasini bossak ko'ra olamiz hozir unumni. Mana. Bunun uchun nurg'un unumlar bor. Masalan, disclose. Bu nihoyat yaxshi. Buni o'rgangandan keyin o'zimizning videolarga kirgizsak, bizning videolarimiz nihoyat texnikalik holatda, mayli ko'rgan kishilar bo'lsin, mayli o'zimizga bo'lsin, bir xil yiqishlik tuyg'u beradi. Buning boshqalarga ham o'xshash holatga kirgizsak bo'ladi. O'zimiz qaysini xohlagan bo'lsak, tanlab turib qo'yadi. Hamda video kirgizgan vaqtida azroq diqqat qiladigan ishlar bor. Bu bo'lsa-mu ko'rinish almashgan vaqt kirgizishimiz kerak. Boshqa vaqt kirgizsak ham bo'ladi, ammo unum nihoyat yaxshi bo'lmaydi. Kishilarni va o'zimizni bearaq qilib qo'ydi. Shuning uchun
Mana bu yerga kirgizsak bo'ladi ekan. Kesimiz bu yana. Buni va yoki bo'lmasa knopka taxtasidan C'ni yolg'izlab bosamiz. Ctrl ya Shiftni qo'shib kesishimizning hojati yo'q. C'ni yolg'izlab bosamiz. Knopka taxtasidan va yoki buni bosamiz. Bu yerni bosdik, kesdi hozir. Buni qaytaramiz. Mouse'ni tanlab mouse oldiga. Mumkin masalan buni ichida buni tanlasak, mana kirgizdik hozir. Hozir qarasanglar, bir xil unumni yaxshi ko'rolmay qoldik. Buni qanday qilamiz desanglar, bu holatda diqqat qilgan bo'lsanglar, bu yerda sariq siziq, qizil siziqlar bor. Bu nimani bildiradi deganda, yeshil siziq bilan sariq siziq kompyuter to'liq o'qiganini, ya'ni Adobe Premiere Pro biz kirgizgan elementlarni to'liq o'qib bo'lganligini, to'liq o'ziga o'zlashtirganligini bildiradi. Ammo qizil siziqlar bo'lsa, qizil chikitlar bizning yangi qo'shgan elementlarimiz va yoki yangi qo'shgan mashg'ulotlarimizni ko'rsatadi. Bu vaqtda biz Adobe Premiere Pro'ning o'ziga to'liq o'zlashtirishi va bizga unumni yaxshi ko'rsatib berish uchun knopka taxtasidan Enter'ni bossak, bu tizimlik chiqadi. Mana bu biz kirgizgan elementlarning soni, yangi kirgizgan elementlarning soni. Buningga vaqt ozroq ketadi, ammo tez. Yana bir diqqat qiladigan ish bo'lsa, videolarga video transition'ni qo'shgan vaqtimizda amal va ichki videoning, ya'ni ichki ko'rinishning almashgan o'rnida qora ekran bo'lmasligi kerak. Bunda bo'lganda unumtaz yaxshi chiqmaydi. Mumkin bo'lsa, ichkilis yo'riq holatdagi harakatchan ko'rinish bo'lsa, ammo ikkisida aniq ekran almashish yuz bergan bo'lsa, undan keyin biz mana video transition'ni kirgizib, haqiqiy o'zimiz ko'zlagan yaxshi unumga erisha olamiz. Bo'ladi, hamsa bugungi mazmun mushada oyoqlashdi. Inshaalloh pat yaqinda yana shunga munosabatli mazmunlarni ko'plab huzuringizga sunishga tirishima. Agar bu videoni yoqtirgan bo'lsanglar, bu mazmunni yoqtirgan bo'lsanglar, qo'l belgisini bosishinglarni, do'stlaringlarga ham barlab qo'yishinglarni umid qilaman. Agar WhatsApp to'plaringlar bo'lsa, uningga ham barlab qo'ysanglar va Facebook'larga ham barlab qo'ysanglar, texmi yaxshi bo'ladi. Chunki ko'p odam ko'rsa, ko'p odam foydalansa, mening maqsadim ham shu. Hammaga nisbatan bir ilhom bo'ladi. Va yana agar sizlarning mush mazmunda, ya'ni mush Adobe Premiere Pro munosabatli boshqa savollaringlar va yoki boshqa shu video kirishtirish jarayonida yo'liqqan masalalar va yoki boshqa bilishni xohlaydigan ishlar bo'lsa, mening YouTube kanalimning ostidagi fikr berish, baho berish ko'znikiga o'zinglarning fikrlarini va yoki ko'z qarashlarini yozib qo'ysanglar, bundan keyingi yangilaydigan mazmunda shuni qarata mazmun tayyorlayman inshaalloh. Bo'ladi hamsa, ko'rganlarga rahmat. Ileriki mazmunda ko'rishlik hamsa. Alloh omonat. Wow, that's awesome.